Mana bir qadrdonimiz aytadilarki, bir kun masjidimizga bir mayitni olib kelishdi peshin mahallaga. Ertaroq olib kelib qolishgan ekan, o'g'li oldimga kirdi. Dadam bo'ladilar bu o'lik mayit, janozaga olib chiqilgan odam. Hojilarga borganlar, umralar qilganlar, xayr saxovatlar ko'p qilganlar. Sizlarning masjidlaringda 5 mahal namoz o'qirdilar. Ko'p menga o'zlari o'qiydigan joyda men shu yerda turib o'qiyman namozdirdilar deb joyini ko'rsatsa, imom hoji akamni men tanirdim, yaxshi odam edilar, nima bo'ldi? Joy oldim, bizni boshimizga katta qarz tushib qoldi. Juda ham katta qarz. Uzib $10,000 qolganda hech ham bir ilojini qila olmay qoldik. U qo'shni, bu qo'shni, u qarindosh, bu qarindosh hech kimdan topilmay qoldi. Oxiri dadam rahmatlik ko'chamizni boshidagi magazinchi hoji akani oldiga chiqdilar. Hoji aka bilan gaplashsalar, mayli men beraman, Xudo uchun beraman. Befoiz, beevaz beraman. Faqatgina bitta sharti bor-da. Va nima sharti? Uyingizni meni nomimga o'tkazib berasiz debdi. Notarius xizmatini to'laysiz, yana qaytarib olayotganingizda ham notarius xizmatini qilsangiz, mendan sizga yordam $10,000 vaqtida bersangiz bo'ldi hoji aka. Xo'p bo'ladi.